Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalari darsga tayyormi? Emas boshlab ketdik. Bugungi darsimiz Alloh taoloninki Hadi degan ismi. Hadi ya'ni yo'l ko'rsatkichi. Hidoyat asli to'g'ri yo'l topish deganlikda hidoyatdan chiqqan Hadi. To'g'ri yo'l topish deganlik din va dunyolik hamma ishda, hatto to'g'ri jur tanlashda, to'g'ri ish tanlashda, to'g'ri qo'shna, to'g'ri yo'l, to'g'ri joy, hammada, din va dunyolik hamma ishimizda to'g'risini, eng yaxshisini, eng sog'lom bo'lganini tanlashga muhtoj biz masalan. Faqat bu diniy ishlarga emas, butun din va dunyolik hamma ishda to'g'ri bo'lganini, yaxshi bo'lganini, afzal bo'lganini tanlashga muhtoj biz. Shuna har doim Alloh taolani hidoyat tilaymiz. Masalan, sura Fatihani har qatim o'qiganimizda ihdinas siratal mustaqim deymiz, ya to'g'ri yo'lga boshlig'in deb. Bu to'g'ri yo'lga boshlig'in din va dunyolik ishlarda hamma ishlarda to'g'risini deganlik hamda. Bundaqda biz Alloh taolaning Al-Hadi yani yo'l ko'rsatkichi degan muborak ismi bilan tanishib chiqishga muhtoj. Mayli cho'ng yoki oddiy har qanday bir ishda to'g'ri tanlashga ega bo'lish uchun Alloh taolaning yordamini tilashga biz muhtoj. Chunki inson hamma ishda uning yordamiga muhtoj. Alloh taolo Hadi degan muborak ismi bilan bandalariga iymonning yo'lini ko'rsatdi. Baxtlik hayot kechirishning yo'llarini tanıtdı. Hayatlıqның qanuniyatlarini bildirdi. Hatto uchar qanot, hayvon va boshqa jonliqlarga yashash qonuniyatini, o'zini qo'g'dash yo'llarini o'rgatdi. Ularni o'zligi manfaatli ishlarga yetaklaydi. Demak, har bir maxluq Alloh taologa va uning yo'l ko'rsatishiga muhtoj. Va kafa bi robbika hadiya va nasira. Yo'l ko'rsatuvchi ve medet bergücü buluşqa Rabbim yeterliktir. Hidayet en katı nimet. Dünyada doğru yolga yeteklenişten katta nimet yok. Çünkü insan din ve dünyalık hem işte doğru yolda ve doğru yönelişte bolğandıla onun hem işi galbilik buldu. Doğru mektepte okuş, doğru cüra tanlaş, doğru bolğan tirikçilik yolunu qilish, to'g'ri joydan o'ylash, bolalarni to'g'ri yo'lda tarbiyalash, hayotini ikki olamlik foydali ishlar bilan o'tkazish, vaqtini savobli va manfaatli ishlar bilan to'ldirish qatorliqlarning hammasi Alloh taolaning to'g'ri yo'lga yetaklaganligining ifodasi. Yuqorqilarning birarsi to'g'ri tanlanmaganda insonning baxt saodati amalga oshmay qoldi. Masalan, ya jurimizni to'g'ri tanlayolmagan bo'lsak, oilamiz baxtsiz bo'ldi. İşimizni to'g'ri tanlayolmagan bo'lsak, ishimiz barakatsiz bo'ldi. Masalan, bir yerni uy olmoqchi bo'lsak, uyini qo'shnini to'g'ri tanlamagan bo'lsak, bu qo'shnining aziyatlaridan biz aziyat chekimiz, ya'ni saodatimiz buzildi. Shunga hamma ishda to'g'risini tanlash uchun Alloh taoloninki yordamiga muhtojmiz shu. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuga Allahümme hdini ve seddidni. Ey Allah meni hidayet kılgın ve doğru yolda kılgın dep dua kılışını ketken. Her qanday Müslüman bunda dua kılış gerekte. Allahümme hdini ve seddidni. Ey Allah meni hidayet kılgın. Yani doğru yolga başlagın. Din ve dünyalık bütün işlerde. Hem işte meni doğrusuga başlagın. Şunu yetekligin. Ve meni to'g'ri odam qilgin. To'g'ri. Ya'ni mustahkam qilgin shu yo'lda. Deganlik bo'ldi-da. Hidoyat degan so'zning lug'atdagi ma'nosi yo'l ko'rsatish, yetaklash, murodga yetish deganlik. Ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga, xatolikdan durustlikqa, ziyonli ishdan foydali ishga yuzlanishmi hidoyat deyiladi. Hidoyatning darajalari nati ko'p. Hidoyatning darajasi cho'ng ikki bo'lakka bo'linadi. Biri
umumiy hidoyat, yana biri xos hidoyat. Umumiy hidoyat Alloh taolaning barliq mahluqotiga yo'l ko'rsatganligini ko'rsatdi. Musulmon, kofir, hayvon, qush, hamma jonliqqa, ya'ni hamma jonliqqa yo'l ko'rsatganligini. Chunki Alloh taolo barcha mahluqotini ularning ahvoliga va ehtiyojiga eng munosib va foydali yo'llarga yetaklaydi. Robbunallazi a'ta kulla shay'in xalqahu summa hada. Bizning Robbimiz hamma narsaga o'ziga xos shakl, o'ziga xos xususiyat ato qilgan, ondan ularni o'zlariga ato qilingan narsalarni foydalanish yo'llariga yetaklagan zotdir deydi. Sabbih ismi robbikal a'la allazi xalqa fasawwa vallazi qaddara fahada. Barcha mahluqotni yaratib, ularni bejirim qilgan, ularning hamma ishini o'rinlashtirib, ularni foydalanish yo'llariga yetaklagan hammadan ustun Robbingning ismini pok deb yod qilgin, deydi Alloh taolo. Endi Alloh taolo amani tuz yo'lda mengishga, anglamaydiganlarni maqsadni tushunishga, ojizni murodiga, kichik balani o'ziga ziyonliq narsalarni yiroq turishga, cho'lda ezib ketganlarni qutulish yo'liga, izlanguvchilarni natijaga, ulamolarni ilm hikmatga, mujtahidlarni masalaning daliliga, da'vatchilarni go'zal uslubga, ota-onani farzandlarga ulgu bo'lishga yetaklaydi. Bu ishlarning hech biri tasodifiylikdan kelmaydi. Tasodifiylikning natijasi emas, aksincha Alloh taolaning hidoyati va yetaklashi orqasida bo'ladi. Endi xos hidoyat deganimiz, endi umumiy hidoyat hammani shunda to'g'ri yo'lga boshlaydi endi. Xohlaganlarni, bandlarning ichida xohlaganlarni shunda boshlaydi. Endi xos hidoyat deganimiz, bu xos hidoyat yo'l ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat, yordam qilish ma'nosidagi hidoyat, to'g'ri yo'lga muvaffaq qilish ma'nosidagi hidoyat va to'g'ri yetaklash ma'nosidagi hidoyat qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Endi xos hidoyatning turlari. Allama Muhammad Mutavalli Sha'ravi dediki, hidoyat umum va xoslik e'tibori bilan hidoyati dalala, hidoyati ma'naviya. Ma'una, ya'ni yo'l ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat va yordam qilish ma'nosidagi hidoyat deb ikkiga bo'linadi deydi. Endi yo'l ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat butkul insoniyatga qaratilgan umumiy hidoyat. Bu Alloh taolaning insoniyatni islom diniga da'vat qilgani. Haqiqatan Alloh taolo insonlarga payg'ambarlarni avatib, kitoblarni nozil qilib, ularni haq dinga da'vat qildi. Ularga nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini, ularni dunyo va oxiratda baxtga erishtiradigan haq yo'lni aniq bayon qilib ko'rsatdi va ularni shu yo'lga da'vat qildi. Ammo insonlarning ba'zi bu da'vatni qabul qilib haq yo'lga ergashgan bo'lsa, ba'zi bu ilohiy da'vatni qabul qilmay ozg'unlikda qilishni o'ziga ravo ko'rdi. Ilohiy hidoyatni qabul qilib payg'ambarlarga ergashganlar mu'min deb ataldi. Bu da'vatni qabul qilmay payg'ambarlarni inkor qilganlar kofir deb ataldi. Shuning bilan mu'min kofirdan iborat ikki firqa o'tirg'i chiqdi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib bundoq deydi. Samud qavmiga kelsak, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan edik. Ular hidoyatni ko'rlikni, ya'ni iymonning haqiqatlarini ko'rmaslikni ortiq bildi. Ularni o'z qilmishlari tufayli har qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi, deydi. Yordam qilish ma'nosidagi hidoyat mu'minlarga xos bo'lgan hidoyat. Alloh taolo haq dinni qabul qilgan mu'min bandalarga yordam qilib, ularni to'g'ri yo'lda mustahkam qildi. Ularning hidoyatini teximiz ziyoda qildi. Taqvolikni oshirdi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib, hidoyat topganlarga Allah hidoyatni ziyoda qildi va ularni taqvolikqa muvaffaq qildi. Ya'ni iymon etgan yaxshi bandalarni hidoyat ustida mustahkam qildi. Endi hidoyat, ya'ni mohiyat jihatdan ikki turli bo'ldi. Biri hidoyati tavfiq, to'g'ri yo'lga muvaffaq qilish ma'nosidagi hidoyat, yana biri hidoyat irshad, to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yishdagi hidoyat. Endi to'g'ri yo'lga muvaffaq qilish ma'nosidagi hidoyat faqatla Alloh taolaning ilkida bo'lgan hidoyat bo'lib, Alloh taoladan boshqa hech kim kishilarni to'g'ri yo'lga muvaffaq qila olmaydi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib,
Ey payg'ambar, shaksizki sen xohlagan odamingni hidoyat qilolmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qildi. Alloh hidoyat topishlarni obdan bildi. Chunki mau e, to'g'ri yo'lga yetaklash, ya'ni tiki ma hidoyatni payg'ambarningmi, hech qanday ulmoningmi qo'ldan kelmaydi. Chunki payg'ambarning qo'ldan keltirgan bo'lsa edi, tag'isi e, tag'isi Abu Talibni o'ziga eng yaxshilik qilgan Abu Talibni iymon etqizgan bo'ladi, lekin u iymon etmay kofir o'lib ketaylikmasdi. Bu hidoyat iliqi mushu to'g'ri yo'lga yetaklash, tavfiq berish ma'nosidagi hidoyat Alloh taoloning qo'lidan keldi. Ammo to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yish degan bu hidoyat har qanday kishining qo'lidan keldi. Mesela to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yish payg'ambarlarning qo'lidan keldi, ulamolarning qo'lidan keldi. Har qanday bir insonniki "Mau to'g'ri, ma xato, bunda ma'nosini to'g'ri bo'ldi" deb ko'rsatib qo'ydi. Lekin ko'rsatib qo'ydi, u hidoyatga muvaffaq qilolmaydi. Alloh qiladi uni. Shuna shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan deydi. Va innaka latahdi ila siratin mustaqim deydi Rasulullohni. Alloh taolo. Sen to'g'ri yo'lga boshlaysan deydi. Shu to'g'ri yo'lga boshlaysan degani, shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ya olaysan. Ya'ni ko'rsatib qo'ya olaysan. Ammo tavfiq Allohdan. Endi hidoyatning eng kattasi, Alloh taolaning bandalarga dunyo va oxiratlik baxt saodatning yo'lini ko'rsatganligi va iymon etganlarni to'g'ri yo'lga yetaklaganlikdir. Eng chong hidoyat mushamdir. Va innalloha lahadillazina amanu ila siratin mustaqim. Shaksizki Alloh mu'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlovchidir. Alloh taolo mu'minlarning yetakchisi. Ularni bu dunyoda to'g'ri yo'lga va to'g'ri ishlarga yetaklaydi. Oxiratda bo'lsa ularni jannatga boshlaydi. Innallazina amanu va amilus solihati yahdihim robbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ularning iymoni yuzasidan Rabbi jannatning yo'liga yetaklaydi. Noz ne'matlik jannatlarda ularning qasrlar ostidan o'stanlar eqib turdi deydi. Endi Alloh taolaning hidoyatiga noil bo'lishning yo'li Alloh taolaga bo'lgan iymonda rostchil bo'lish va uningga samim bo'lishdir. Va man yu'min billahi yahdi qalbi deydi. Kimki Allohga ishonadigan, Allohning ulug'ligiga, yaratquchiga va Allohning hidoyat beradiganligiga ishonadigan, Alloh uning qalbini to'g'ri yo'lga yetaklaydi degan oyat buni ifodalaydi. Endi Alloh taolo barcha maxluqotga yo'l ko'rsatdi. Alloh Muhammad Ratib Nablisi deydiki, Salmon beliqida bir beliq vardı, bilisizlar. Salmon beliqi Atlantik okeandan yo'lga chiqib, Amerikadagi bir dengizning birida to'xtaydi va u joyda tuxumlarini qoldirib, yana Atlantik okeaniga qaytib keldi deydi. Bir qancha oydan keyin u qoldirib ketgan tuxumlardan chiqqan belijonlar yuzlarcha kilometr yiroqlikdagi onalarini tepib bordi deydi yashagan. Atlantikka yana kirdi deydi. Ular yo'ldan adashib qolmaydi. Bu belijonlar onalari bor joyga ularni kim boshlab qo'ydi? Ularga yo'lni kim ko'rsatdi? Albatta Alloh taolo ko'rsatdi. Kuzatuvchilardan biri deydiki, bir toshbaqaning harakatini yaqindan kuzatib turgan biri deydi, toshbaqa bir o'lik chayonni yedi deydi. Toshbaqa kelib bir o'lib qolgan chayonni yebdi. Ondan berib bir xil o'simlikning yaprog'ini yedi deydi. Bir g'azonni yebdi. Ondan yana qaytib kelib chayondan yana yebdi. Yana ashu o'simlikning yaprog'ini yebdi. Kuzatib kameraga ep turibdi ekan, nima ish qildi deb. Yana kelib chayonni yeyishni davomlashtiribdi. Bu ahvolni kuzatib turgan kishi heliqi o'simlikni qumurib tashlayotibdi ayadni. Ilib tashlayotibdi. Toshbaqa o'simlik bariyaga kelib uni izlabdi va topolmabdi. Shuning bilan bir ozdan keyin turgan yerda o'labdi. Bu toshbaqaga zahar qaytiradigan o'simlikni kim bildirdi? Uni yeyishni kim ilhom qildi? Shaksizki Alloh taolo o'zining Al-Hadi degan muborak ismi bilan ashunga zahar qaytiradigan shu o'simlikni bildirgan gap. Uni bilmasa, nereden tepib uni yeydi u? Shunga o'xshash ishlarman. Men kichik vaqtimda
Kichik vaqtimda umuman ana shu momamning yanida tug'an hamda yezida tug'anda momamning nihoyat yaqinliq bir mushuk bor shu vaqtida. Bir kuni u mushuk tug'di. Əmdilla tug'ilgan bu aslanlar hech narsani ko'rolmaydi. Dastlab tug'ilganda bir narsani ko'rolmaydi ekan ular. Hammasi yugurib kelib, onasining qo'yniga o'zini etishdi deydi. Qanday topdi ish qilib onasini. Ular turmasdan purab, izlab yurib, onasining amchikini topdi va emishga boshladi. O çağda mən bək diqqət qılmağanını. Mən o çağda bu haqda fikir yürgüzüşünü bilməyitdim. Amma şunu körgəndim. Körəb heyran qalğan, biroq fikir yürgüzüşünü bilməyitdim. Şuna aslanlarının bu işi meni heyran qaldırğan bolsunmu, amma normal əhvaldak bilingan. Əmdə oylasam, təfəkkür qilishqa tegishli əhvalkan. Şu aslanlarga anasının əmçikida ularning g'izasi, yemiki barligini va ularni izlab tepib emishini kim ügetdi yani? Tug'ildi, hemen ügetti. Allah Teala ügetti elbette ve o özünün El-Hadi degan mübarek ismi bilen şunu ügetti. Mesela adette bala bir ayal bir balını tug'ib, bu balığa emçek salsa, bu balı şunu imidi. İmişini nereden ügendi emdi? İmişini nereden ügendi? Allah Teala ügetti yani. Yani hidayet her xil yollar bilen keldi. Allah Teala hidayetini bendilerge her xil yollar bilen ve her xil usullar bilen yetkizdi. Bazıda birer ayetinin ma'nosini tushunish, ayetler üstü tefekkür qilish, birer eg'iz hikmetlik sözünü anlap qilish, birovning ta'sirli nasihatini, kutilmagan birer o'zgarish insonning burilish nuqtasi bo'ladi. Uning tubdan o'ziga sabab bo'ldi. Umar ibn Xattabning musulmon bo'lish qissasi hammaga tunishliq. U xufiyani iymon etgan singlisini adablash uchun qattiq g'azab bilan kirgan uyga. Taha surasining 5-ni bir qancha oyatning tilovatini kirishda anglab qilib iymon etdi. Uning ko'p jarayoni bor edi. Alloh taolo ba'zida tafakkur qildirish orqali hidayet verdi. Mesela İbrahim Aleyhisselam kecha, ay, gündüz qatarlıq narsalar ustida izlangan, tefekkür qilgan. Shuni bilan uning hidayeti oshgan, iymoni texmi kuchlangan. Qavmiga shuni ko'rsatib, qavmiga delil ko'rsatgan shuni. Bir kuni ovozning go'zalligi bilan mashhur bo'lgan naqshlardan birisi bir solih zotning yenidan o'tib ketdi. Solih zot uningga "Balam, sening ovozing nima degan chiroyli ha? Kashki sening shu go'zal ovozingni Qur'on Karimga ishlatgan bo'lsang-chi" dedi. Bu so'z u naqshchiga intayin ta'sir qildi. Darhol tövbe qildi va hayotini shu soatdan boshlab Qur'on o'qishga, o'rganishga bag'ishlaydi. Eng chiroyli mo'ngluq ovozi bilan Qur'on Karimni tilavet qilib dunyoga taqdi dedi. Endi Alloh taolo o'ziga iltijo qilgan bandasini hargiz noumid qo'ymaydi. Alloh taolo ba'zida duo va iltijoning yuzasidan to'g'ri ishga muvaffaq qildi. Rivoyat qilinishicha, Alloh ibn Taymiya oyatning tafsiri haqida izlanish jarayonida nurg'un tafsirlarni ko'rib chiqdi ekan. Eng to'g'risini tanlashda ko'p qiynaldi ekan. Ko'p izlanish sababli beshi aylanib qolgandek bo'lib qoldi ekan. Shuning bilan sajdaga berib ko'p yig'laydi. Davud alayhissalomga bilmaganlarini o'rgatgan, Sulaymon alayhissalomga tushunmaganlarini tushundirgan Alloh deb duo qiladi ekan. Ondan Alloh taolaning hidoyat qilishi bilan mazkur oyatning eng to'g'ri ma'nosini topib chiqadi ekan. Allah Teala birer bendisini hidayet kılışını kalırsa en adli sebepler bilen onu hidayet kıldı. Ülmalardan biri deydi ki bir harakkeş taşlı ötülgenlikten harabık aylanıp kalkan bir tümür yolunun egri bügürü yollarda aran yürüp mınıvatatı deydi. Tusattın onun küzü yerde yatkan bir konu kağıt düştü. Kağıtını şunda kuluğa teslikte alsa onu da Allah Teala'nın ismi yazılgan iken o derhal hoşuğa gelip kallasını çayqıp ötüp Allah'ın ismi yerde yazısı bulamdı dep onu koynuğa saladı ve uyga ketedi. Uyga berip hele kağızını avaylap sürtüp pakizlap andın onu qayta suyup şunun bilen kağızını tutup uxlap qaladı. Düşüde kuluğa bir avaz anıldı.
O ovoz bo'lsa, sen mening ismimni yerdan ko'tirding, menmi sening ismingni arsh a'loga ko'tirdim va seni solihlar qatoriga kirgizdim degan ovoz. Shuning bilan u kishi hidoyatga uyg'onadi. Qalbi iymon bilan to'ladi. Uning hayoti g'oyasiz yashashdan, ma'nisiz hayotdan ulug'vor ishlarga atalgan ma'nilik bir hayotga o'zi bo'lsa ismi tarixda qayd qilingan mashhur solih zotlardan birisi bo'lib qoldi. Ya'ni Alloh taolo bizga hamisha yo'l ko'rsatdi. Alloh taolo xolasa sababsizmi hidoyat qildi. Masalan, birov gunoh qilish uchun uyidan chiqadi. Gunoh bilan uning orasida intayin az musofa qolganda to'satdan gunohdan yanadi. Yomon niyatini voz kechidi va tövbe qilib uyiga qaytadi. Bu o'zgarishning va bu voz kechishning orqasida albatta Alloh taolaning hidoyati bo'ldi. Chunki har xil sabablar bilan inson ko'zlagan narsani qilolmaydi. Shuning bilan gunohdan saqlanib qoldi. Alloh taolo ba'zida xatarning liviga kelib qolganda omonlik tarafga yetaklash orqali xatardan saqlab qoldi. Masalan, siz kechida mashina bilan nihoyatda tez ketib borganda biri qulog'ingizga to'xta degandekla sababsiz to'xtavsiz yoki birdinla bir ovoz anglab qoldi. Shuni to'xtaydi. Oldingizga qarasangiz bir xatarning borligini yoki bir o'rining borligini ko'rasizda Alloh hali bosmini saqlab qolibdi deysiz masalan. Shunga o'xshash masalan, nurg'un ishlarda biz bu ishlarni bilib bo'lolmaymiz. Ammo shu ishlarningki bulab bo'lganligida qarasak, chuqumini Alloh saqlab qolibdi shuningdan deymiz nurg'un ishida. Hamma ish Alloh taolaning yetaklashi bilan amalga oshadi. Bir biologiya olimi deydiki, bir buvoqning kamtuk tug'ilish ehtimoli uning bijirim tug'ilish ehtimolidan albatta cho'ng. Chunki buvoqning shakllanish jarayonidagi har kuni ma'lum miqdordagi hujayralar ma'lum joylarga yo'tkilib turishi, o'zgarib turishi qatorliq o'z vazifalarini o'rindashi shuning iqtidorga kelishiga turtki bo'ldi. Bu ishlar, bu hujayralar o'zlarining nima ishlarni qilayotganligini bilmaydi. Ammo Alloh taolo buzilganlarni o'ngshab ayna qilib turdi. Chunki biologiya mutaxassislari isbotlagandek, bizni maydonga keltirgan narsalar hujayralar. Har bir hujayrada mavjud bo'lgan moddalar bizning vujudimizning shakli, ko'zimizning, chechimizning rangi, egiz yoki pakar bo'lishimiz, chiroyli yoki ko'rimsiz bo'lishimiz qatorliq o'zgarishlarimiz shakllanadi shuningda. Endi hujayralardagi oddiygina bir buzuqlik yoki xatolik buvoqning kamtik tug'ilishiga sabab bo'ldi. Minglarcha, millionlarcha buvoqlik tug'iladi, ammo uning ichidan intayin oz shaklda bir kishilar, bir bolalar kamtik yoki ayiblik tug'ilib qoldi. Nimishqa Alloh taolo buni bu saq tug'ilish tabiatning qonuniyati emas. Bunda zavodga zakaz berib hamma narsani o'xshash chiqargandek bunda emas. Hamma narsani mening iznim bilan bo'ladi deganni ko'rsatish uchun Alloh taolo butun masala ya ko'zi ko'rmaydigan, quloqi anglamaydigan, gap qilolmaydigan, puti tutmaydigan, ayda har xil insonlarni jamiyat yaratish orqali ko'ranglar. Men bu tabiatning qonuniyati emas, hammasi otomatik holda o'xshash sog'lom tug'ilish, lekin men xohlasam shunday qilib qo'ya olaman. Xohlasam saq tug'dirman deb ko'rsatgan Alloh taoloni. İnsanlar nurg'un insonlar ibrat olmaydi. Bir balaninki sog'lom tug'ilishi uchun notijiq ishlamlar bo'ladi ekan hamda. Biologiya olimlarining deyishicha, Alloh taolo shuni nurg'un xatarlardan saqlash orqali u bala saq tug'iladi hamda. Demak, hidoyat shunchalik cho'ng, katta bir ne'matki, inson masalan mushu to'g'ri yo'l topa olsa, din va dunyolik har qanday bir ishda to'g'ri yo'l topa olsa, shu hidoyatni topqini shu. Hidoyatning eng cho'ngi islomga hidoyat tepish, uningdan qolganlari masalan o'qishda to'g'ri yo'l tepish, jur tanlashda to'g'ri yo'l tepish, bolalarni tarbiyalashda to'g'ri yo'sinda qilish, uy elishda to'g'ri yerdan elish, ishlashda to'g'ri ishni qilish deganga o'xshash hammasi shu to'g'ri, ko'ngilli, foydali o'zimizga pushaymon keltirmaydigan ishga muvaffaq bo'lganligimiz degan bizningki Alloh taolaning katta ne'matiga erishganlik. Hammaga erishib turib, birla tarafdan bir narsada ko'nglimiz
ko'nglimiz yerim bo'lib qolgan, ko'nglimiz g'ish bo'lib qolgan bo'lsa, butun saodatlarimiz hammasi buzilib, ashuning bilan baxtsiz bo'lib qoladi inson. Shunga biz hamma narsada Allohning hidoyatiga muhtoj. Dersimiz bir şey tügüsün mü ne? Yarım saat bo'ldi. Qolgan savollaringlar bo'lsa, so'zsanglar bo'ladi endi.